Bugun O'zbekiston Portugaliyani qo'y yog'isini chiqaradi. Komil! Kechir meni hayotning nodon bolasi. Qadringni bilmadim, ey birinchi yor. Sotak, yurmayqa futbol ko'ramiz. Xotin endi uzr, O'zbekiston o'ynaydi-da. Yetta kelib qo'ydingmi deymanda, ammo monitorda zo'rini o'rnatibdi. Bugun futbolda qichig'i bo'ladi. Va rais bor ekan, men ham futbolni cho'tga o'ynayman, bitta ko'ring. Skori chaqiringlar, kim ichirdi bunga? Futbolchi degan manaqa bo'ladi. Men mahallani komandasiga legioner olib keldim. Katta transfer qildim, qarab turish. Mana bolani qo'shni mahalladan 2400 so'mga sotib oldik. Hozir driblingini ko'rib chiqamiz. Pulga kuydik. Yuring sekin, ha. Nima bo'ldi bunga? Rais bu Ronaldo muxlisi. Kecha Messi 2 ta o'yinda 5 ta gol urgan ekan, mazasi qochib qoldi. Bugun o'zbeklar Ronaldo'ni qamanda o'qiladi, komaga tushirib qo'yadi. Rais bu yoshingiz 69 da bo'lsa ham, shosharingiz qop-qora, cho'tga turadi. Buni siri nimada? Ha, hayvon 8000 galik 2 litrli shampunlardan ishlatmasdan, manaqa HSRV degan original shampunlardan ishlat, soch tanlamaydi. Sochning ildizini mustahkam qiladi, yallig'lantirmaydi. Hidi ham qichiq, uzoq turadi. Nomi esingdan chiqmasin, magazinga borganda makillamagin. HSRV. Ha. Futbol vaqti ham bo'lib qoldi. Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 23-iyun, seshanba. Bugun O'zbekiston bilan Portugaliya o'ynaydi Rolando. Tufligim ko'rindimi? Ko'z tegmasin, mahallamizni blogeri zo'r ijod qilyapti. Podpiska tashab qo'yish. Rais boshlandi. Ronaldo qoch sonib kelyapti. Bo'pti.